Hammasiga sen aybdorsan. Man nima qildim? Agarda sen u uyingdagilar kelib janjal qilmaganida, o'g'lim bunaqa ahvolga tushmagan bo'lardi. Oyjon uyimdagilar kelishini men ham bilmagandim-ku. O'zingni oqlama. Senlar Akbarjonimni battar kasal qilyapsizlar. Lekin Oyjon, axir men Qachon qarasa qovog'ing solingan. O'g'limga umuman qaramaysan. Seni bu yuzingga qarab, o'g'lim yaxshi bo'ladimi? Oyi, o'zingizni bosing. O'zi qo'rqib titrab o'tiribdi. Bunaqa gaplar ortiqcha. Sen aralashma. Sen uni yonini olma. Menga qara. Biror marta sen meni o'g'limga shirin gap gapirdingmi? Sen tabassum bilan qaradingmi? Yo'q. Qaramaysan. Chunki sen undan jirkanasan. yo'q, Oyjon, men ularni yomon ko'rmayman. Nimaga unda qachon qarama qovog'ingdan qor yog'adi? Xuddi dushmaningni uyida yurganday yurasan. Seni bu turishingni ko'rib soppa-sog' eram kasal bo'lib qoladi. O'zi joni yarimta o'g'limni battar qiynading-ku. Aytib qo'yay. Agar hozir o'g'limga biror narsa bo'lsa, tug'ilganingga pushaymon qildiraman. Tushundingmi? Tushundingmi dedim senga?